Nima bu birorta bir yaxshi baho yo'q? Ha? Assalomu alaykum dada, yaxshi keldingizmi? Yaxshi rahmat deysiz. Dada, matematika fanida uy vazifasini qilish vorin eplolmayapman. Qizim, o'zi rosa charchab keldim. Qanaqa uy vazifasi? Boshqa safar yordam beraman. Men telefonni olib, internetdan olib bir safar ish bo'la olmaydi. Assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz? Dada, bugun uy vazifasiga yordamlashaverasiz-a? Qizim, qanaqa uy vazifasi? Men telefondan ko'chirib qo'yaver, o'qib olib bo'ladimi? Bor. Men darsingizni o'qib. Alo, eshitaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zir kim bu? Men qizingiz Anoraxonning maktabdagi ustozlari Mahmuda Farhodovna bo'laman. Ha, tushundim. Tinchlikmidi? Oxirgi paytlarda Anoraxonni dars o'zlashtirishlari juda ham qoniqarsiz. Endi to'g'ri tushunasiz, Mahmuda Farhodovna. Bu yoqda tirikchilik. Ertadan kechgacha ishdaman. Uyga borguncha charchab, qizimga uy vazifalariga yordam bergani kuchim yetmay qolyapti. Xullas, Anoraxonga uy vazifalarini bajarishda yordam berib, tushunmagan joylarini tushuntirib, uni qo'llab-quvvatlab turing demoqchiman xolos. Axir uy vazifalarini bajarishda ota-ona mas'uldirlar. Bu ketishda yanagi yilga Anoraxon yana 2-sinfda qolib ketishi mumkin. Farzandimiz kelajagi va kelajakdagi ular kim bo'lishlari ota-onalarning o'z farzandlariga bo'lgan e'tiborlari va ularni kerakli paytda qo'llab-quvvatlashlariga bog'liq. To'g'risini aytsam, Mahmuda Farhodovna, ertadan kechgacha tinim bilmay mehnat qilib, farzandlarim chiroyli yashasin, chiroyli kiyimlarni kiysin deb harakat qilibman-u, ammo farzandlarimiz kelajakda jamiyatda qanday o'rinni egallashi aynan bizga bog'liq ekanligi yodimdan ko'tarilibdi. Xudo xohlasa, bugundan boshlab qizimga uy vazifalarini bajarishda albatta yordam beraman. Sizga esa kattakon rahmat. Rahmat tushunganingiz uchun. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Bo'pti, ertagacha qo'lashamiz, xudo xohlasa. Assalomu alaykum dada, yaxshi keldingizmi? Telefoningizni berib turing, darsimni qilib olay. Anoraxon, O dada. qizim, darslaringizni olib kelingchi, kitoblaringizni bir baholaringizni tekshiraylikchi. Bugun ustozingiz telefon qildi. Baholaringiz chatag'iga qarang. Olingchi meni. Mana dada. Bu senlar maktabda o'qishyapsanmi yo'q? Ha? Nimcha bu hamma yo'q 2-3 o'qib ketibdi. Men senlarni boqaman deb ertadan kechgacha ishlab, ertadan kechgacha tinim bilmay mehnat qilsam, olgan baholaringni qara. 2 3 2 3 2 3 bu biror narsa kallingga kiryaptimi seni? Nima bu birorta bir yaxshi baho yo'q? Ha? Ha? Nima bu birorta yaxshi baho yo'q? Men aytdim-ku, sizga uy vazifalariga yordam bering deb, o'zingiz yordam bermadingiz-ku. Dado, telefoningizni berib turing, darsimni qilib olay. Dado, meni eshityapsizmi? Dado, dada. Ha, qizim. Sal hayolim chalg'ib qoldi, qizim. Ana qizim, telefonni olib zaryadga qo'yib qo'ying. Bugundan boshlab dars telefonda emas, men bilan qilasiz.